Mana shu joydan boshlab ikkinchi mashinamizning obzorini qilib qo'yamiz, chunki sirazi Namangan Mingbuloq aka. Namangan Mingbuloqdan juda ko'pchilik o'rnatganlar deyapti. Endi o'rnatganlar haqida ham video qo'ysak do'stlar, juda ham YouTube to'lib ketadi. O'zi qayerda qarama men chiqyapman ekan, to'g'risi o'rtoqlarim ham, qavmi qarindoshlar, ko'chada yurganlar hamma o'rtoqlarim, tanishlarim shu aytishyapti, YouTube'da kirsak faqat san deyishyapti. Do'stlar, natijasini faqat birinchi o'rin harakat qiling, natijasi Allohdan. Kelinglar, mahsulot sotib oling ungacha. Unaqa kim oldi, nima bo'ldi, kim qo'yib ko'rganida, chiroyli chiqdimi, keragi yo'q do'stlar. Oldin navbat eshikda xarid qilish kerak. Ana o'shandan keyin qo'yganlardan so'rash kerak. Agarda qo'yganlardan yana bir ma'lumot olmoqchi bo'lsak, juda ham videolarimiz ko'payib ketadi. Aka, mahsulotlar yoqdimi? Yoqdi. Gap yo'q aka. Shundan xursandmiz aka. Mana, xursand klientlarimiz ketyapti.